Qozog'istonning Turkistondagi fermer xo'jaligi. Qozog'istonlik akalarimiz qay holatda boqishyapti? Mollarimizning narx-navosi, go'sht narxi O'zbekistonga esa nech puldan berishyapti? Bu zagonda necha oy boqiladi aka? Bu zagonda 3,5 oyda. Qozog'istonda 1200 ta bu normalmi yo? Bu kam, az. Bu oz ekan. Tayyor bo'lganda yarmidan ko'pisi O'zbekistonga bo'ladi, eksport bo'ladi. Bir yil ichida qanchalik darajada ko'tarildi sizlar? Mana bu 24 ni oxiri 25 ni boshida juda o'zgarish katta bo'lib ketdi. Hozirgi vaqtda живой desa, где-то 1,5 ming tangaga bo'ladi. Ko'rib turgan ushbu obyektinglar bu aslida военный baza emas yoki bir qandaydir zavod emas. Bu Qozog'istonning Turkistondagi fermer xo'jaligi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz Qozog'istonga keldik va sizlarga juda ham manfaatli video olamiz. Aynan Qozog'istondagi akalarimizning mollarini qay tarzda boqishyapti va bilmagan ikir-chikirlarni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa bizni qo'llab-quvvatlash uchun like tugmasini bosing, biz esa gumbillashishni davom etamiz. Kamchiliklar bo'lsa, oldindan sizlardan uzr so'rab qolamiz va albatta fikrlarni izohlarda yozib qoldirish esingizdan chiqmasin. Xo'p, biz bu ko'rib turgan angaringlar bu aslida molxona va bir narsaga ko'zim tushdi, juda ham baland ketgan ekan molxonamiz. Birinchi o'rinda shu narsani aytib o'tmoqchiman va nima sababdanligini videoni davomida aytib o'tib ketamiz. Bu yerda boqilayotgan mollarimizni ozgina bir obzor qilamiz. Qozog'istonning aqboshi, shved, angus, avlikul bor va albatta kalmykskiy poroda mollarimiz. Kalmykskiy parodani siz qayerdan bilsangiz bo'ladi? Shoxi mana bunaqasiga chiroyli chiqqan bo'ladi. Ani derskiy qarash bo'ladi-ku, xuddi shunday bo'ladi. Ushbu videoyimizdan siz nimalarni olasiz aka? Qozog'istonlik akalarimiz qay holatda boqishyapti? Yemishni narx-navosi, mollarimizning narx-navosi, go'sht narxi va o'sha mollarimiz narxi deganimda oyoqqa qanchaga sotishyapti? O'zbekistonga esa nech puldan berishyapti? To'liq ma'lumotni xudo xolasa yetkazishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ag'a, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Davlat og'amiz ushbu fermer xo'jaligida 3 yildan beri ish faoliyatlarini olib borar ekanlar. Hozir bo'lsa to'liq ma'lumotni olamiz akamizdan. Assalomu alaykum obunachilar. Men mana shu Turkiston shahrida betvrach bo'lib ishlayman. Mana shu chorva xo'jaligida ishlayotganimga 3 yil bo'ldi. 3 yildan beri mana shu iri qora mollarni bordaqlash bilan shug'ullanamiz. Bu fermer xo'jaligida faqat bordoq yo'nalishi bo'yicha. Faqat bordoq yo'nalishi bo'yicha hozircha. Gap yo'q. Aka, sut yo'nalishida bormi yo? Sut yo'nalishida xudo xolasa mana shu 25-yilni oxirlariga rejalab qo'yganmiz. Ana, xudo xolasa sut yo'nalish bo'yicha ham bir chiroyli video qilamiz. Sigirlarni qanday boqishyapti? Nechta sigir bo'ladi aka, xudo xolasa? Xudo xolasa 1200 ta. 1200 ta sigir bilan ish faoliyatini boshlaysiz. Boshlaymiz, xudo xolasa. Gap yo'q. Aka, Qozog'istonda 1200 ta bu normalmi yo? Bu kam, az. Bu oz ekan. Gap yo'q. Endi bizda O'zbekistonda o'rta hisobda 200 ta, 300 ta boqishadi. Endi xudo xolasa biz ham 1200 oz holatiga yetib borishimizga ozgina qoldi, xudo xolasa hisobimizni qo'shyapmiz. Xo'p, aka, birinchi savolim, nima sababdan fermada 3 ta zagon 3 xil? Birinchisiga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi zagonimiz naryoqda. Bular birinchi kelgan mollar, bozordan olib kelamiz, yaylovlardan olib kelgan vaqtda birinchidan 15 kunda karantinda turadi. 15 kun karantinda turadi. Bu yerda yana ko'rib o'zimiz lisheniyasini ishlaymiz. Og'rib qolgani bor, boshqasi bor. Davolaysizlar. Ichki sirtqi parazitlarga qarshi ukol-dorilar hammasi shu yerda ishlanadi. Undan keyin ikkinchi zagonga o'tadi. Bu yerga 1 oy naryoqda turadi, 1 oydan keyin bu yoqqa o'tadi. Keyin bu yoqda o'tadi, uchinchisiga. Bu yoqda уже tayyor bo'lgan mollar bu yoqda turadi. Aha, bu zagonda necha oy boqiladi aka? Bu zagonda 3,5 oyda, 3,5 oydan 1,5 oy bu yoqda turadi. Shunda bizda kirgan mol 3,5 oy bilan 5 oy oralig'ida bordoqlanadi. Aha, 3,5-5 oy oralig'ida chiqadi. Mana marhamat, ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p, aka, yana savollarimiz juda ham ko'p. Bugun ozgina boshingizni qotirib qo'yamiz, faqat noto'g'ri xayolga bormaysiz. Yo'q, bemalol. Xudo xolasa, aka, yana bitta savolimiz. Mollarni bozordan olyapmiz, yaylovlardan olyapmiz dedingiz. Endi qarang, narxi nech pul bo'lyapti? Misol uchun живой veska agarda oladigan bo'lsak. Hozirgi vaqtda живой vesi где-то 1,5 ming tangaga bo'lyapti. 1,5 ming tanga bu tirik vaznga. Go'shtimizning narxi nech pul aka? Go'shtimizning narxi hozirgi vaqtda 3000 tanga. 3000 tanga. 3000 tanga. Ha, xuddi shunaqa qilib hisoblab ko'rasizlar va solishtirib ko'ringlar. 3000 tanga bo'ladigan bo'lsa, gap yo'q aka.
Va bu tayyor bo'lganidan keyingi holatda asosan Qozog'istonda sotasizlarmi yo? Tayyor bo'lganda yarmidan ko'pisi O'zbekistonga bo'ladi, eksport bo'ladi. O'zimizda ham bor, oladigan klientlarimiz, ularga o'sha mana shu yerga beramiz. Demak, 60% O'zbekistonga eksport qilinadi. Eksport qilinadi. Ana bo'lmasam. O'zbekistondan spros qay darajada? Katta, juda katta. Juda katta. Ya'ni qarang aka, bo'rdoqchilikda shug'ullanadigan fermalar demak ko'p, aynan Qozog'istonda va hammasiga shuncha talabmi? Shuncha talab. Hozir o'sha 1 yilcha bo'ldi, juda katta talab etga. Oxirgi 1 yil. 1 yilda. Ana, marhamat. Aka, narx-navo bo'yicha 1 yil ichida qanchalik darajada ko'tarildi sizlar narx? Mana bu 24 ni oxiri 25 ni boshida juda o'zgarish katta bo'lib ketdi. Yo'q. Masalan, bizlarda etning narxi 2,5 tanga edi. 500 tanga ko'tarilib ketdi. 3000 tangaga bordi-da. Yo'qdi. Bu endi 500 tanga ham juda sezilarli darajada ko'tarilish. Shuning uchun gap yo'q aka. Xo'p, 4-5 oyda boqayotgan mollaringizni ratsioni haqida bir gaplashib chiqsak. Xo'p, aka, mana marhamat. Bu bizning yemishimiz. Bu yemishimiz haqida to'liq ma'lumot bersangiz aka. Bu yemishimizda birinchi o'rtada silos, senaj, samon, jo'xari, hop, maydalangan drobilkadan o'tkazgan va bug'doy. 5 xil narsa. Necha mahal berilyapti? Bu bir kunda bir mahal qaraymiz bizlar. Sutkasiga bir mahal qaraymiz. Oldiga solib qo'yamiz, sutkasiga bir mahal solib chiqamiz. Bir mahal solib qo'yasizlar bo'ldi. Bir video qilgan edik Instagramda. Zagonda boqqan yaxshimi yoki boylab turib boqqan yaxshimi? Shu savolni hozir akamizga beramiz. Aka, zagonda boqqan yaxshimi yo boylab turib boqqan yaxshimi? Zagonda boqqan ishi yengilroq bo'ladi. Hadib, qarab, boshqa qilib, bo'sh yuradi. Mana shunda bir kunda bir marta karma va razarchikda solib chiqamiz, bo'ldi. Har bitta molimizga necha kilodan to'g'ri kelyapti mana shu yemishimizdan? Bu hozircha 15-16 kiloga to'g'ri keladi. 15-16 kilo bitta molimizga. Demak, silos, senaj hammasi birgalikda. Hozir 10 kilo silos yeydi, 2 kilo senaj yeydi, 3 kilo yem yeydi. Ana, yozyapsiz degan umiddaman va yana bir savolim aka, mana to'kib qo'ydik. Mollarga bilasizmi, juda ham ko'p ozuqa berib qo'ysak, ichi ketib qoladi. Bo'kib qolish ko'zda kechiriladi. Yo'q, bu birinchi kirgan bozordan kirgan molga birinchi bunday solmaydi. Joy solib o'rgatamiz. Azginadan keyin o'rganib ketadi. Birinchi zagondagi mollaringiz qancha yeydi shundan? Ular hozircha 3 kilodan boshlaymiz. Hozircha 5-6 kilo yeb turibdi. 5-6 kilo. Ikkinchi zagon? Ikkinchi zagon ular 10 kilo yeydi. 10 kilo. Keyin 15 kiloda o'tiradi. Endi molni vazniga qarab beramiz bizlar. Hozir bular paltarashka mollar. 1 yashar paltarashka mollar. 3-4 yashar mollar bo'lsa 20 kilo, 25 kilogacha yeydi. 4-5 kilo. Ana. 4-5 yashar buqalar 20-25 kilogacha yeydi. Umumiy bari silos, senaj, yemi bo'lib turibdi. Bular hozir kichkina mol bo'lganidan keyin 15-16 kilogacha yeb turibdi. Xo'p, 15-16 kilo yemimizni narxi qanchaga to'g'ri kelyapti aka? Endi hisob kitob qilganingizda. Hisob kitob qilganda hozircha bizda bir 850-900 tangaga boradi. 850-900 tanga. Buni bitta hisob kitob qilib, mana bu yerda chiqarib qo'ydim narxini. Ko'rsanglar bo'ladi. Qimmatmi, arzonmi? Izohlarni, fikringlarni qoldiringlar, xudo xolisa. Xo'p, aka, sizlar Qozog'istonda nima dorilardan ishlatasizlar? Mana ichki tashqi parazitlarga dedingiz, boyagi mollarimizga. Bizlar ichki tashqi parazitga birinchi Ivermekdan boshlaymiz. Ivermek solamiz. Xo'p. Keyin Alben suspenziyasini ichkizamiz. Shu bilan o'shani o'zi yetadi. Yetadi shuni o'zi. Gap yo'q aka. Yana qo'shimcha vitaminlar, multivitamin solamiz, elevit solamiz. Shamollash boshqa nima bo'lsa, nitox solamiz. Penstrep solamiz yana shamollashlarga. Demak, hammasi xuddi bir O'zbekistondagi ekan. Bizda ham xuddi shunday tarzda mollarimizni lecheniya qilamiz va albatta biz Miyosda ham qo'shamiz. Aka, Miyosdan endi boshlaymiz, xudo xolasa. Miyosdani siz qo'llab kelyapsizmi? O'zim qo'llab kelyapman, endi xudo xolasa mana shular hammasiga Miyosda solamiz. Bularga. Qanday natijalarga erishdingiz aka Miyosda bilan? Miyosda sab juda yaxshi ishtahasini ochadi. Yana bir kunlik trizn vazniga 2 kilogacha qo'shyapti Miyosdadan keyin. Miyosda solingandan keyin o'lchayapmiz. Shu borada 1 kunda 2 kilo vес qo'shyapti. Xo'p, Qozog'istonda ag'alarimizni hammasi xursandmi? Xursand, hammasi rahmat aytib o'tadi. Gap bo'lishi mumkin emas. Aka, ko'rsangiz bo'ladi. Siz agarda ishonmayotgan bo'lsangiz,
aka mana marhamat Qozog'istonda ham уже miyozda qilishyapti, lekin siz haligacha qilmayapsiz. Imkon bo'lsa bitta dona bo'lsa ham olib foydalanib ko'ring, natijasini ko'rasiz va albatta Damas yutib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. To'liq ma'lumotni esa pastdagi raqamlarga chiqsangiz, to'lig'ini aytib o'tamiz. Gap yo'q og'a, sizga kattakon rahmat. Sizlar bilan xudo xolisa ko'rishguncha menimcha manfaatli bo'ldi degan umiddaman va albatta bizning shior Miyoztech sog'lom yechimlar.